Qaynonangiz sizni kelin emas, qiz deb qarashlarning 3 belgisi. Ertalab azonlab turomi 9da chiqib kelsangiz ham, idish-tovoqlar taqirlamasdan, supurgilar otilmasdan, qo'shnini kelinlari yaxshiligi eslanmasa, to'chni sizni qizim deb qabul qilganlar. Otangizga har hafta borgis kelsa-yu, voydod gap tashib keladi, onasi gap o'rgatib boradi, o'zgarib keladi. O'g'limni topganiga xarajat qilib boradi degan gap so'zlab bo'lmasa, to'chni o'sha gap qaysi duolaringizda bunaqa qaynonani so'ragan edingiz? Er-xotin o'rtasidagi janjallarda siz taraf bo'lib, yoki yoringiz bilan yolg'iz alohida хотя бы restoran u yoqda tursin, magazinga chiqmoqchi bo'lsanglar-yu, sizdan oldin mashinaga o'tirib olmasalar, keling peshanangizdan o'zim o'pib qo'y, siz haqiqiy baxtiyor kelinsiz. Uzr, qaynonangizni qizlarisiz. Kuchli dog'larni oddiy sredstvalarda ketkiz olmasligingizni bilib turib, korzinkadan Germaniya mahsuloti bo'lgan Bavi kislorodning очистителini olib bersalar, shuni bilingki, qaynonangizga qul emas, sog'lom avlod qoldirib, intellekti yuqori bo'lgan nabiralar kerak. Sababi uy ishlariga ko'p vaqtingiz ketmay, Bavi kislorodning очиститель universal sredstva bilan osongina hal qilib farzandlaringiz uchun vaqt ajratasiz. O'zga xonadonda qizlarimiz qul emas, guldek yashnab yursin ekan. Menga obuna bo'lishni unutmang.